Orqa faralaringiz ishlamayapti, xabaringiz bormi? Hujjatlarni ko'rsatingchi. Nima qilyapsiz? Mening hujjatlarim Ha. Nima qidiryapsan? o'sha so'rayotgan narsalar. Nima? Men tirikman. Aylanmada qoidani buzdingiz. Hujjatlarni ko'rsating iltimos. Ha, ser. Men hozir sekinlik bilan hujjatlarimni olish uchun Jinnilik qilmang. sekin Jinnilik qilma dedim. Judayam kulgili. Sug'urtangiz? Xo'p, hujjatlar joyida. Yoningizda qurol bormi, ser? Bu shtatda qurol olib yursa bo'ladi, ser. Meniki esa bardachokda. Ko'rsating iltimos. Hozir. Sezib qoldim. Yoningizda qurol bormi? Yo'q, ser, faqat hujjatlar. Qurollanganmisan? Yoningda qurol bormi deyapman. Hozirmi? Oynangizlar tegan. Yo'l chizig'ini bosdingiz. Juda ham uzoqda to'xtadingiz. Qayerga yo'naldik? Onamni ko'rgani va ishga. Ha, balki işte siz shubhali ko'rinyapsiz. Men hech narsa qilmadim. Yerga yot. Nimaga? Hozir boshqasini ko'ramiz. Qayerga yo'naldik? Seryozni? Men davlat xizmatchisiman. Nima, qovurilgan pishloq ham qidiruvdami? Nimani aytsam ham, nimani kiysam ham, nima qilsam ham meni otib tashlayverasizmi? Yuzingni yerga qaratib yot. Ha, to'g'ri. Men o'sha qora tanli yigitman. Prava va sug'urtangizni ko'rsatsangiz iltimos. Salom. Oho, kechirasiz, ma'am. Kechirasiz, ser. Men hali yuzimdan niqobni yechishga ulgurmagandim. Ishonchim komilki siz ularsiz ham go'zalsiz. Siz uylanganmisiz, a? Yo'q, hali omadim bor. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Arzimaydi. Hujjin ursin. Hey, to'xta. Hey, o'zingni ehtiyot qil, og'ayni.